Assalomu alaykum, Jahonli Sprom kuzatuvchilari. Bugungi videomizda taxtalarimizni narx-navosi, razmerlari, personaga necha bo'l, hammasini gaplashib o'tamiz. Ko'rib turgan razmerlar 25 ga eni 10, uzunligi 6 metrlik. Tepasidan bitta sifatini ko'ringlar, videoga bitta like qoldirasiz. E'tiboringizda 25 ga eni 10, uzunligi 6 metrlik Belarusiyani Dimovkasi bo'ladi. Shuni kantiga hozir juda ham zo'r aylanayotgan narxi ham juda ham bir arzon narxda chiqadi. Kubasiga $310, $305. Personaga ham bir xil narx. Endi sizlarga strapilar narxini bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Tomis strapilar yetib kelgan bo'lsa, juda ham ko'p variantlar bo'ladi. 5 ga 15 olaymi, yo 4 ga 14 olaymi, 45 ga 14 mi? Shunaqa savolinglarga qisqaroq qilib javob berib qo'yamiz. Va puli ham har xil chiqadigan variantlarimiz bor. Masalan, mana ko'rib turganinglar 43 ga 14 zavod. Kubasi $340 dan aylanyapti. Lekin buni qiladigan ishini mana bitta masalan arzonroq molni olsangiz ham bu ham bajaradi. 36 ga 14 kubasini $310 dan qilib beramiz. Ranchasi $30 bo'lyapti. Qaysi birini ma'qul ko'rasiz? Masalan, bunimi yo bunimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. 10 ga 10 6 metrlik. Hozirgi qurilish tashkilotlariga asosan ketayotgan yuk mana shu bo'ladi. Okalar, buni kubasini $305-$310 dan qilib beramiz. Personalarga ham bor va o'sha narxda yoziladi. Kimga kerak bo'lib qolsa murojaat qiling. Assortimentlarimiz juda ham ko'p. Qaysi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, kelishtirib chiroyli narxda qilib beramiz.